avtomobillar chiqarayotgan zararli moddalar darajasiga qarab ekologik stikerlar tizimi joriy etiladi. Katta miqdorda zararli moddalar chiqarayotgan avtomashinalar poytaxt va viloyat markazlari hamda shaharlardan kirishi cheklanadi. Men o'ylayman, vaqt soat keldi. Bunday transport vositalarini yangisiga almashtirish yoki ularga filtr o'rnatish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil qilinadi. Eski mashinasini almashtiraman deganlarga avtokredit foizi bir qismi qoplab beriladi. Filtr o'rnatib, zararni kamaytirishga tayyor bo'lgan haydovchilar uchun xarajatlarning bir qismi subsidiya beriladi. Azim poytaxtimiz va yirik shaharlarda jamoat transportini rivojlantirish uchun vazifamiz bo'ladi. Shahar ko'chalarida avtobus va taksilar uchun maxsus yo'laklar ko'paytiriladi. O'zlaring ko'rdilaring, maxsus yo'lak qilganimizda hamma manfaat ko'ryapti. Shuning uchun Toshkent, Samarqand, Namangan shaharlarida transport harakatini intellektual svetoforlar orqali boshqarish tizimi joriy etildi. Men yaqinda juda katta o'zim uchun ko'p narsa olib keldim Yaponiyadan. Juda ko'p mashina, lekin bironta tirbandlik yo'q. Svetofor o'zi boshqaryapti. Nimaga biz shuni o'rganmaymiz? Biz ham o'rgandik ko'p narsalar. Shuning uchun intellektual svetoforni kelishdik ular bilan, ulardan mutaxassislari keladi. Mana Turkiyada juda ko'p tajriba bor, o'rganyapmiz. Albatta bularni amalga oshiramiz. Ekologik avtomobillar ko'paytirish bo'yicha 5 yillik dastur amalga oshiramiz. Bunda mahalliy elektromobillar agar sotib olsa, mahalliy ishlab chiqarishdan 12%li, xorijiy elektromobillar esa 16%li alohida avtokreditlar ajratiladi. Bu